Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 29 yanvar 2026 yil sanasida O'zbek so'mining Markaziy bankdagi valyuta kurslari hamda banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 40 so'm 96 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.168 so'm 98 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.216.898 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.2% ga oshdi. AQSh dollarining banklardagi olish, sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro 169 so'm 17 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.588 so'm 17 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.458.817 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3.0% ga oshdi. Yevroning banklardagi olish, sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Yevro sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli 1 so'm 37 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 89 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.890 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 3.0% ga oshdi. Rossiya rublining banklardagi olish, sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Rossiya rubli sotib olish ya'ni maydalash bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 40 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 76 Rossiya rubli 11 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7610 Rossiya rubli 84 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 1.7% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.